o'g'limga ekkan joyim bu. Valijon o'g'lim bor, aqda Alijonniki ekkan. Buni keyin ko'rsatamiz. Bu ashqolar, shifobaxsh. Buni ashqo manti somsa qilsa bemalol bo'ladi. Bular juda ham foydali parhez taomlar. Keyingisiga o'tsak, mana keyingisini ruschasiga krasnaya shapshka deydi, o'zbekchasiga qizil qalpoqcha deydi. Buni Yevropalarda, maktablarda, bog'chalarga ekiladi. Mana qizil qalpog'i bo'ladi. Mana aytiga palamastrda qos, ko'sh, burun qilsa, bu 7 oy ekilgan joyda turaveradi. Xuddi hali kalla, odam kallasiga o'xshab, hali xuddi multfilmlardek kalla bo'ladi bu. Ko'z qosh mana shapkachasi bo'ladi. Bu shunaqa ajoyib ashqovoq. Parhez taom qilib yesa ham bo'ladi. Sahrni deb sahr kasallariga juda dori. Uni o'rtasidan ochib, mana urug'ini olib tashlab, ichiga qiyma bosib, manti qozonda pishirilsa, parhez taom bo'ladi. Sahrga juda ham foydali bu. Yana keyingilari, yana qizil qalpoqcha. Mana bu ashqovoqlarimizni, mana bularni kabarma deydi. Kabarma deydi. Buni ichiga ham qiyma qilib, manti qozonda pishiriladi. Buni po'sti pishmaydi. Har bitta mehmonga ikkinchi taom qilib beriladi tarilkada. Qo'shqida ichini kovlab yeydi, po'sti idish bo'lib qoladi buni. Ajoyib. Po'stini keyinchalik o't dimlanishiga, buyrak kasallariga shifo bo'ladi bu. Juda ham dorivor narsa. Mana shular hammasini bu kabarma deydi. Bu Hindistondan kelgan urug'lari. Shunaqa hammasi dorivor, shifo baxsh. Samijon aka, bu ajoyib ashqovoqlarni, urug'larni siz qanday qilib uzoq davlatlardan olib kelgansiz? To'g'ri savol.